Yo'q, говорит-da. Hop. Endi tormozni bos. Qo'yar. Avariyankani yo'q. Skorost yoniga. Bo'ldi. Ko'rishiraymi akalar? BYD so'ng polis avtomobiliga qalamparchalarni o'rnatib berdik. Buni ulanishi simi mana shu yoqdan chiqdi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana shu yerda shtekeri bor. Bitta telefoningiz panaligini yo'q. Ko'rsatamiz. Mana bu sim qizil sariq polosasi fatfarniydi simi bo'ladi. Bitta bo'lganga xira bo'lib yonib turishligi uchun. Bu yoqdan eng birinchisi massa. Ikkinchisi passiani tok, bu ulanmaydi. Uchinchisi, to'rtinchisi mana shu uchtasi qolgani fatfarnik Tavorotnik tormoz shunaqa simlar bo'ladi. Bitta mana shu yerdan qizil sim ulanmaydi, qolgan to'rttasi ulanadi. Eng birinchi sim massa bo'ladi. Fatfarnikni shuna mana shu yerdan tortib olib kelinsa, so'ng plyusga mana shunaqa qalam bo'shaladi, bemalol sinoq qilsa bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Shu videoni ko'rib ham qo'yib olsa bo'ladi do'st akalarimiz tushunib. Endi biz o'zimizga ozgina mana shu vaqtimizni olib qo'ydik uchun video qilib olib qo'yamiz. Boshqalar mana YouTube kanaliga qo'yamiz. Ko'rib ishi osonroq bitish uchun. To'g'rimi Hasanjon? To'g'ri. Malades. Murojaat qilaverasizlar akalar xizmatga bizga.